Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana inkubatorimiz tayyor bo'ldi. Kimga shunaqa inkubator xizmati kerak bo'lsa, yasab beramiz. Mana oynasi, chiroqlari bor mana. Chiroqlarni ichini ko'rish uchun kerak bo'ladigan. Tuxumlar qanaqa holatda, jo'jalar chiqyaptimi, jo'jalar qanaqa rivojlanyapti, shularni ko'rib turish uchun. Suv kunlari aylanyaptimi, spiral qizib turibdimi, bu jarayonni ko'rish uchun. Buning ichida nima bor? Buning ichida bo'ladigan narsasi varanka bor, addenning ichida. Oqalarim shunga izlatsa. Havo o'tmaydi. Biz suv quyishga varanka, pullari bor, namlikni gradusini to'g'irlab turishga, tegida idishi bor, spirallari bor, datchiklar turibdi hammasi. Stoplari mana buni bossam, ko'kka bossam datchik ishlaydi, motori ko'ni ishlaydi, hozir ko'rasizlar. Mana to'xtaydi. Burasiga holatini ishlashadi cho'tki. Bu yoqqa aylanadi, chap tomonga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aytaverasizlar. Tagida telefon raqamini tashlab ketaman. 93 532 37 67. Qo'shimcha namlikni bilish uchun mana graduslar ham bor. Hech qayerdan havo chiqmaydi mana. Hammasi cho'tki qilingan. Yangi bundan kattaroq inkubatorimiz. Bunisi. Hozir buni ham obzorini qo'yisha olaman. Mana endi bunisiga o'tamiz. Buni razmeri ham kattaroq. Mana. Ya, chiroqlari. Hammasi ishlaydi. Datchiklar, motorlarni to'xtaydi. Ishlash funksiyalari zo'r. O'zingiz ko'rasizlar, yog'i dushman shunday izolyatsiya qilingan. Telefon raqamini yozib ketaman. Like, подписчика bosish esdan chiqmasa, 93 532 67 razmerlarni Telegram orqali, telefon orqali maslahatlashaveramiz. Kimga shunaqa inkubator xizmati kerak bo'lsa, oldindan zakaz bersangiz beramiz. Remont xizmatlari ham bor.